imom Termiziy rivoyat qilgan hadis Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Hadis qudsiy. Anas ibn Malik aytadilar: "Sami'tu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yaqul." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday deganini eshitdim. Rasululloh aytdilar: "Qolallohu ta'ala." Alloh shunday deydi: "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Ey odam bolasi, modomiki sen menga duo qilar ekansan va mendan umidvor bo'lar ekansan, men seni sendagi borki barcha narsalar ila mag'firat qilaman dedi. Vala ubali degani parvo qilmayman oldingi gunohlaringga dedi. Mehribon Robbimizni ko'ring azizlar. Agar menga duo qilar ekansan, umidan qo'l ko'tarar ekansan, seni qabul qilaman. Ya ibn Adam, ey odam bolasi, law balagta dhunubaka anan as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Yana aytibdi Alloh: ey odam bolasi, agar gunohlaring osmonning toqiga yetgan bo'lsa ham menga istig'for aytib tavba qilsang, seni mag'firat qilaman, parvo qilmayman oldingisiga deb. Yana aytibdi Alloh: ey ibn Adam, ey odam bolasi, menga yer to'la gunoh ila ro'paro kelsang-u, ammo menga shirk keltirmagan bo'lsang, men senga o'shani mislicha mag'firat qilaman deb. Mehribon Robbimizni qarang azizlar. Bu hadisni ulamolar eng umid baxsh hadis deb aytgan ekanlar. Eng umid baxsh hadis. Qani aytingchi azizlarim, meni kechiringlar, qalbingizga ozor bermoqchi emasman. Biz bugun qalbimizda to'lib ketgan kirlarni tashlagani keldik deb o'zi bu yerga. Biz bugun bu yerga butun shu paytgacha qilgan barcha isyonlarimizni poklagani keldik-da. Shuning uchun gaplarimiz to'g'ri qabul qilinadi degan umiddaman. Agar chandiki hozir mana yozyapti, mana shu suhbatlarni bolalarimiz bilan bemalol ko'rib o'tiramiz, o'g'illarimiz bilan, tanishlarimiz bilan, bilishlarimiz bilan ko'raveramiz, xijolat bo'lmaymiz, rohatlanamiz. Tasavvur qiling-a. Agar bizni hayotimizni Alloh xuddi shunday qilib yozib turib, borini bugun bola chaqamizga qo'yib bersa, shunaqa o'tira olamizmi? O'tira olmaymiz azizlar. Ota-onamiz oldida o'tira olamizmi? O'tira olmaymiz. Alloh taolo bizni mana shu gunohlarimizni hammasini satr qilib berkitib kelib, bugun imkoniyat berib Ka'basi oldiga to'plab haj qilishlik imkoniyatini berib turibdi. Inshaalloh agar hajji mabrurga erishadigan bo'lsak, mana shularda hammasidan qutulamiz. Hajji mabrur azizlar. Hajji mabrurga nima mukofot bilasizmi? Rasulimiz aytgan ekanlar: kim hajji mabrur bo'lsa, unga jannatdan boshqa mukofot yo'q degan ekanlar. Azizlar, Allohning va'dasini ko'ryapsizmi? Jannatdan boshqa narsa yo'q deyapti. Nima bizni to'xtatadi hajji mabrur bo'lishlikdan? Hajji mabrur bo'lishlik uchun eng birinchi niyatni xolis qilish kerak. Allohning rizoligidan boshqa narsani o'ylamaslik kerak. Gunohlarimizga tavba qilishligimiz kerak. Og'zimizdan birorta yomon so'z chiqmaslik kerak, fahsh chiqmaslik kerak, urush janjal bo'lmasligi kerak. Qo'yingki hamma narsani tark qilib turib Allohga tavba qilib eson omon hajni bajarib olsak, Alloh hajimizni hajji mabrur qilsa, u odam uyiga onadan tug'ilgandek ketadi. Biz bir paytlar mana shunday hajni qilib shu yerda ketayotganimizda ulug' shayxlardan birlari bilan uchrashuv bo'lganda bir gap aytgan edi. Hali qulog'imda turadi.
Sizlar agar ichingizda hajji mabrur bo'lganingiz bo'lsa-yu, buni Alloh biladi. Kim hajji mabrur bo'ldi, buni Alloh biladi. O'zini qalbida taskin bo'lib, men hoji bo'ldim, hajji mabrur bo'ldim deb turib, Alloh meni gunohlarimni kechirdi deb o'ylab turib, ichida mabodo aytsaki, ammo mana bitta gunohim bor, shuni kechirdimikin deb gumon qilsa haj bo'lmaydi degan. Azizlar, Alloh hamma gunohni kechiraman deyapti. Agarki shunaqa tavba qila olsak. Uning uchun bizni tilimiz zikrdan, duodan, ko'zimiz yoshlanishdan to'xtamaslik kerak.